Assalomu alaykum, Dirayhat Tering obunachilar. Biz hozir ikkinchi lokatsiyamizda bo'lib turgan ishlarni, Ilinaga suzib turganini ko'rsatib o'tamiz. Ikkinchi lokatsiyamiz Xivada. Xiva quruqdan, Xiva qarab chiqqandan Ko'paltikdan benzin zapravkam to'g'risida ko'chadan ketib kelasizlar. Benzinda Nexia uchoqqamiz ag'darilgan. Krishalar almashadi buni, kechkini yechib vakuumlayap ko'pmiz. Kapotini vakuumlaymiz buni. Keyin bufer almashadi. Bu eshikini vakuumlab ozgina kraska sepiladi shuni. Shuni kraskasi tushgan. Iloji boricha quruq kirishni almashlab bir perexod, ikki perexod joyına kraskani sap, boshqani radnoy qoldirishga harakat etibmiz. Endi bu mashinamizni radnoyda sotgan ekanlar o'z vaqtida. Ayrim bir olib sotarlar. Endi hamma narsam insof bilan. Bu kapot almashgan kapot, avval bo'yalgan kapot qo'yilgan. Bunda ham kraskasi bor. Bu eshik ham avval bo'yalgan. Prosta olib sotarlar aytchakman. Ko'pchilik donidon salon sotgan buni. Kimligini aytishapmiz. Prosta her narsa insof bilan bo'lgani yaxshi. To'g'risini to'g'ri aytgan yaxshi. Mana dashi ketamiz, ichana giramiz. Bunda kuzovda yaxta bo'lib turgan ishlar. BYD Song Plus hibrid variant. Şuradan da tapı bakıyor bu. Şuradan. Şöyle boyaldı, far almıştı. Bumper sınganıdı. Bumper'ini zıbarı yine alt tut. Hem de var gözünüz bu feri. Sımp gikken. Sonra tahta bu feri koyup tut. Şimdi bu Nexia ham grunt topkada satılıp başlandı. Haftaya çıkadı bu. Qayta tirilyatır. Kirişe koyuldu mu kapağını. Hem banda zappı. Zappını proyektine başlayımız indi. Keyin banda ikinci lokatsiyamız detailing xonasi. Polirovka, keramika, ximchiska, broneplyonka. Shu izolyatsiya ham ishla qilinadi. Bir lampasi qoldi, lampalarni tayyorlab dildirib beramiz. Xudo xohlasa, birinchi bozor kunidan yo birinchi kundan ishga tushiramiz buni. Keyin bu servisni ikkinchi etajam bor. İkinci etaja chiqamiz yana.